بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ey iymon keltirganlar, xamir mast qiluvchi narsa. Maysir qimor. Val ansob butlar, ya'ni butlarga atab so'yilgan narsalar. Val azlam degani fol ochadigan cho'plar degan. O'sha zamonda cho'plar bilan fol ochilgan. Mana bu narsalar iflos narsalardir. Shaytonning amallaridandir. Bu narsalardan chetlaning. Shoyat najot topsangiz. Mana shu oyat karimada Alloh taolo ba'zi narsalardan uzoqlashish, yaqiniga yo'lamaslik to'g'risida, yaqiniga yo'lamaslikka amr qilyapti. Ana shu amr qilgan ishlaridan biri folbinlikdir. Folbinlikning yaqiniga ham bormay deyapti. Chetlaning deyapti. Uzoqlashing deyapti. U nopok narsadir deyapti.